Assalomu alaykum aziz kinosevar do'stlar. Siz Kinoman kanalidasiz. Bu yerda oddiy film sharhlari emas, balki sizni hayratga soladigan jahon kinosi yangiliklari. Ba'zida sizni yig'latadigan, ba'zida kuldiradigan, ba'zida esa butun umr esingizdan chiqmaydigan turli janrdagi filmlar, ilhomlantiruvchi qahramonlar va mo'jizaviy kino dunyosiga sayohatlar kutadi. Men esa shularning orasidan saralayman, topaman va sodda qiziqarli tarzda sizga hikoya qilib beraman. Lekin bir narsani unutmang, haqiqiy yaxshi kino shunchaki vaqt o'tkazish vositasi emas. U sizni o'ylantiradi, his tuyg'ungizni uyg'otadi, ba'zida esa dunyoga boshqacha nazar bilan qarashga undaydi. Shunday ekan, qulayroq joylashib oling, ovozlarni biroz balandroq qiling va kino dengiziga sho'ng'ishga tayyor turing. Endi esa vaqtni ko'p cho'zmasdan bugungi hikoyani boshlayman. Dunyo bo'ylab kinoteatrlarda namoyishi 2026-yilning 12-iyun kuni bo'lib o'tgan ilmiy fantastik film Fosh etish kuni. Yosh chegarasi diqqat qiling 18+. Bosh rollarda Emily Blunt va Josh O'Connor. Film rejissyori Steven Spielberg. Tanimaganlar uchun Steven Spielberg Indiana Jones, Yura davri parki, qora kiyingan odamlar va Transformerlar kabi kino shedevrlarini olgan amaki. Kinoni ko'rib chiqdim va o'z fikrlarim bilan o'rtoqlashaman. Filmda taniqli rejissyor yana bir bor o'zga sayyoraliklar haqidagi mavzuga qo'l urgan. Cheksiz koinotda bizdan tashqari aql egalari mavjudligi uzoq yillardan beri dunyo elitalari tomonidan yuqori darajada sir tutiladi. Film qahramonlaridan biri kiberxavfsizlik bo'yicha yetuk mutaxassis Daniel yillar davomida sir tutilgan o'zga sayyoraliklar haqidagi arxiv ma'lumotlarga to'satdan duch keladi. Yer yuzidagi barcha 8 milliarddan ziyod inson bilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar faqatgina bir qancha insonning qo'lida ekanligi unga yoqmaydi va ma'lumotlarni o'g'irlaydi. Shundan boshlab unga global ov boshlanadi. Bu voqealarga parallel ravishda Kansas Cityda ob-havo ma'lumotlarini olib boruvchi teleboshlovchi filmning yana bir qahramoni Margaret kutilmaganda jonli efirda g'ayritabiiy, noma'lum, qo'rqinchli tilda beixtiyor gapira boshlaydi. Daniel va Margaretning yo'llari kesishadi. Daniel Margaret aytayotgan tushunarsiz so'zlar aslida shifrlangan kalit va o'zga sayyoraliklar tili ekanligini tushunib yetadi. Faqatgina ular birgalikda bu jumboqni yecha olishadi va bor haqiqatni insoniyatga yetkazadi. Margaret esa yerliklar bilan o'zga sayyoraliklarni bog'lovchi majoziy ma'nodagi ko'prikka aylanadi. Xullas, film tomosha qilishga arziydi. Yana bir qiziq ma'lumot. Film byudjeti marketing xarajatlari bilan birga 195 million dollarni tashkil etdi. Hozircha Kinopoisk ilovasidagi reytingi 6.3, lekin kino tanqidchilar ushbu filmni juda ijobiy qabul qilishgan. Mamlakatimizning katta shaharlari bo'ylab mazkur kartina premyerasi 2026-yilning 18-iyunidan boshlangan. Xususan Toshkent shahridagi Cinematica, Magic Cinema va Cinemaplex kinoteatrlarida namoyishlar davom etmoqda. Chiptalar narxi seans vaqtlariga qarab 40 ming so'mdan 100 ming so'mgacha. Agarda bugungi video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosishni unutmang va fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz meni yanada sifatli va qiziqarli kontentlar tayyorlashga undaydi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.